Xudoyim aytgan o'lim dardidan boshqa hamma dardga davo bor. Sababsini qidiringlar, izlaninglar bo'ldi. Savol berishyaptiki, bir Parkinson kasalligi bo'yicha ham nimalar bormi deyishyapti. Muhammadiyning kasali o'zi qo'l qaltiraydi. Keyin buni tutqanoq ham deyshadi, quyonchiq ham deyshadi. Endi bular hozir zamonaviy 21-asr mana Parkinson deydi. Shunaqa voqea bo'ldi. Shifo Allohdan xilos qilish qo'llari qaltirib, oyoqqa ham berib yubordi. O'sha qo'lda narsani ushlab turib olmayapti. Stakan, piyola choy icholmaydi. Unga kelib ichirib qo'yish kerak. Odam ushlab yoki o'zi ichirib qo'yadi. Alhamdulillah mana shu iste'mol qilib, shu tabiiy ham, yana tabiiy narsalar hammasi. Kletchatkalar, tabiatdan kletchatka deganda o'sha yana zelen, ukrop, petrosh ham shu ukrop urug'ini kimdir mensimasligi mumkin, lekin mana shu narsalar yana plus o'sha qorashmalar. Shu narsani iste'mol qilib 7 oyda qo'l uji bemalol piyola ushlaydi. Subhanalloh, Allohning mo'jizasi ro'y berib, Alloh shifo berib, bizani sababchi qildi. Bemalol choy ichib yubordilar. Choy ichib yubordimsa, choy ichib yubormaman deyaptilar, o'zlari ham bilmay qoldilar. Endi demoqchiman, bu bir gapim bilan har bir dardga o'zi shifosini bergan Allohim. Bir sababsini qidiraylik deyapti.